Assalomu alaykum Paroz aka-ukalar. Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Baridan baquvvat. Hop, kanalimiz boshida aytib o'taman. Xudo xolasa promo efirlarimiz ochilishiga ozgina qolibdi. Avvalambor rahmat, shunchalik qo'llab-quvvatlab, mana obuna bo'lib, layklarni bosib, kommentariyani portlatyapsizlar. Joyingiz sog' bo'lsin. Bu yangi kanalimiz, oldingi kanalimiz oyoq tangilari bo'yicha kitob ko'rsatganim uchun uni avtorlik holati bor ekan, avtorligi bor ekan. O'shuning uchun bloked qilib qo'ydi. Shuning uchun bu yangi kanal. Endi buni yangi yurg'izyapmiz, xudo xolasa. Poddeshkani ham buni ham yurg'izamiz. Shuning uchun sizlardan bitta poddeshka obuna bo'lib, obunachi soni 1000 taga yetganda promo efirlarimiz ochiladi. Yana o'sha kasalliklar bo'yicha har xil maslahatlarimiz iloji boricha, misol efir qilsak, video qilsak, u hammamiz uchun foydali. Chunki kasallik bo'yicha ma'lumot beriladi. Juda ko'p aka-ukalarimizga yordamimiz tegyapti. Ularning bizga yordamlari tegyapti. Shunaqa singari narsa. Endi kasallik bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, hozir juda ko'pchilikni qiynayotgan oyoq kasalliklari. Juda ko'pchilikda hozir chuma kasali boshlanibdi. Mana hozir Murod akani katagiga shu narsa tegib kasallik juda ko'p xo'rozvoz aka-ukalarimizni katalarda mana shu chuma kasalligi, yuqumli infeksion kasalliklar juda ko'pchilik bizda qilyapti. Shuning uchun shu narsalar mavzu boshi endi aytib o'tay, mavzuyimiz shu narsa bo'yicha bo'ladi. Videomizni oxirigacha kuzatib boring. Hop, videomizga bitta like bilan obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, chunki parranda boqadigan aka-ukalarimiz uchun kerakli maslahatlarni YouTube tarmog'i orqali, ijtimoiy tarmoq orqali besplatni tekinga olib boriladi. Telegram orqali xizmatimiz pullik. YouTube kanali orqali bu narsa tekinga olib boriladi. Hop. Video to'xtab qoldim. Hop. Endi birinchi o'rinda qilinayotgan narsa bu oyoq shal kasalligi. Bu oyoq shal kasalligi nimalardan kelib chiqadi? Bu oyoq shal kasalligi ko'pincha suyak to'qima bo'g'imlarida suyuqlik ko'payishidan. Endi u kasallik kelib chiqishi asosan zakda yurganligidan, vaksina qilinmaganligidan, nasliy yaqinlikdan bo'ladi. Nasl yaqinligidan ham bu narsa bo'ladi. Shuning uchun обязательно bu oyoq kasalliklari bo'yicha Gambro Bursal degan vaksina bor. Именно u narsani qilish kerak. Bizda sovuq ancha. Xona isitmagandim. Shuning uchun sovuqroq bo'lyapti. Hop. Shuning uchun обязательно vaksina beparvo bo'lmasligi kerak. 7-17 kunligida Gambro Bursal degan vaksina bor. Shu vaksinani qilish kerak. Oyoq shal bo'lmasligi uchun. Endi oyoq shal bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Oyoq shal bo'lgandan keyingi veterinariyada Butasal degan dori bor. 0,5 gramdan 7 kun, bir kunda bir mahal to'shdan ukol qilasiz. Aquaditrim bor. Odam aptekasida sotadi uni. Odam aptekasidan olasiz. 2-3 tomchidan bir kunda 2 mahal og'izdan tomizib turiladi. Hop, yana bu bir yo'nalishi. Endi ikkinchi yo'nalishi bu oyoqdan bu dorilarni qildingiz, Butasal qilib ko'rdingiz, oyoq holatlari unaqa tikilamidimi? Demak, Binkvit degan dori bor. Endi bu yerda nima deydi? Bu Butasal yordam bermaganiga ikkinchi dori yordam beradi. O'shuning uchun har bir qisqasi mana shu oyoqdan qolish kasalligi bo'yicha davo bo'ladigan har bir dorini aytib o'tmoqchiman. Keyingi ikkinchi lecheniyamiz. Bu dorini qildingiz, bu misol 10 ta oyoq shalligi bo'yicha bo'lgan kasallikda 5 tasiga yo 7 tasiga effekt bersa, 2 ta yo 5 tasiga effekt bermasligi mumkin. Chunki uni kasallik toifasi boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ikkinchi qilinadigan lecheniya oyoq kasalligi bo'yicha mana birinchisini qildingiz, bo'lmadi. Oz-moz farq o'zgarish bor, lekin to'liq emas. Shuning uchun endi ikkinchi kasalligi bo'yicha boshlaymiz. Ikkinchi lecheniyasini boshlaymiz. Ikkinchi lecheniyasi
Binkvit degan dori bor, odam aptekasi sotadi. U binkvitni bir kunda bir mahal 1 grammdan to'shdan ukol qilinadi. Akvaditrim обязательно bo'ladi. Akvaditrim xuddi shu hozir oldingi aytgan ko'rinishimda bir kunda 2 mahal 3 tomchidan og'izdan tomizib boriladi. Balo yog'i odam aptekasidan olinadi. Balo yog'ini bir kun cherezdan qilib berasiz. Akvaditrim 15 kun mobaynida beriladi. 15 kun mobaynida akvaditrim beriladi. Balo yog'ini ham xuddi cherezdan qilib 15 kun berasiz. Hop. Binkvitni 5 kundan 7 kungacha qilinadi. Bu yana bir kasalligi bo'yicha, o'sha oyoq shal kasalligi bo'yicha bo'linadigan dori, qilinadigan lecheniyasi. Hop. Hop. Keyingisi yana bu kasallik bo'yicha, endi infeksion kasalliklar bo'yicha juda ko'pchilikda bo'layotgan kasallik bu yuqumli kasalliklar boshqasi. Akalar, birinchi o'rinda qilinadigan lecheniya, bu kasallik bo'yicha qilinadigan lecheniya katakdan boshlanadi. Birinchi o'rinda katakka qilish kerak dezinfeksiyasini. Veterinariyaga borasiz, veterinariyada dezinfeksiya bor. Dezinfeksiya suv, yod dori nomi yod nimadir degan dori edi. Qisqasi sizlarga veterinariyaga borib tushuntirishingdan oson bo'ladigan tomonini aytaman. Hozir dori nomi esimdan chiqib turibdi. Tutaydigan dori bor. Dezinfeksiyada tutaydigan dori bor. Misol 100 gram dezinfeksiya o'sha dorisini bitta temir idishga quyasiz, tunki idishga quyib turib, unga alyumin bor, alyumin sim. O'shandan mijg'ilab turib, alyumin materiali tassangiz, u reaksiyaga kirishib tutaydi. Butun havoda polni hamma tomonga nima qiladi? Dezinfeksiya qiladi. U misol tutunda eng uzag'i 10 minut turish kerak. O'sha parrandalaringiz polni o'shaning ichida turish kerak, katak ichida. Uni tutatganingizdan keyin 10-15 minutdan keyin o'sha katak ochib tashlashingiz kerak, havosi ketishi kerak. Endi bu havo bo'yicha bo'ladigan narsa. Havo bo'yicha. Endi sizlarga imенно bu narsani agar tutatish havo tomonlama bo'ladigan bo'lsa, uni oyog'ida, yerlarda, mana bu katak ichida bo'ladigan infeksiyalarni yo'q qilish uchun xuddi shu doridan olasiz, 10 litr suvga 1 litr xuddi shu tutadigan doridan tutatmasdan prosta suvga qo'shasiz. Suvga qo'shasiz, polni katakki, oyoq taylari, devor, zabor, patolog hamma tomonlarini polni dezinfeksiya qilib shundan sepasiz. Sepganingizdan keyin hech bo'lmaganda eng kamida 3-4 soat parrandalarni u katakka qamamay turasiz. Chunki u tekkan joyda infeksiyani o'ldiradi. U infeksiyani o'ldirdingizmi? Endi qiladigan doringiz, undan keyingi bu bir-biriga infeksion yuqmaslik uchun qilinadigan dori enrofloxacin degan dori bor. Enrofloxacin bu suvga qo'shib ichiriladigan dori. Chunki mana juda ko'p aka-ukalarimiz, parvoz aka-ukalarimiz hozir musofirda yurishibdi. Uni oilalarida bu ukol qilishni bilmaydiganlar bor. Shuning uchun ukol qilinmaydigan, faqat suv bilan ichiriladigan narsani aytaman. Enrofloxacin degan dorini 1 litr dog' suvga 2 grammdan qo'shasiz. 1 litr qaynab sovitilgan suvga 2 grammdan qo'shasiz. Oldiga muntazam qo'yib qo'yasiz. Bu narsa misol bir kun, misol ertadan bu suvni tayyorlab qo'ydingiz oldiga. Qo'yganingizdan keyingi rosa borsa, abitdan keyingi обязательно suvni almashtirish kerak. Chunki bu suv dozasi 6-8 soatgacha bo'ladi xolos. Uzag'imdan 12 soatgacha bu suvda turadi. Undan keyingi effekt bermaydi. Shuning uchun uni to'kib tashlab suvni yangilaysiz. Bu antibiotikdan keyingi qilinadigan narsa, har bir qilinayotgan antibiotik, parranda, umuman insonda ham shu narsa bor. Qilinayotgan antibiotik bu parrandada ham, odamda ham, hayvonlarda ham bitta narsa, ichak mikrofloralarini buzadi. Bu kasallikka qarshi kurashish immunitetlarini pasaytiradi. O qilayotgan antibiotikingiz kasallikni tuzatadi, lekin immunitetini pasaytiradi. Shuning uchun u narsani qayta tikkalash uchun veterinariyada Biovit 500 degan dori bor. Biovit 500 bu ichak mikrofloralarini qayta tikkalab beradi.
misol lecheniya juda ko'pchilikda bu narsa bo'ladi. Men misol bu gapim qanchalik to'g'ri noto'g'riligini misol men aka-ukalarimiz o'zlari yaxshi bilishadi. Chunki bu juda ko'pchilikda bo'lib o'tgan narsa. Lecheniyani qilasiz, parranda tuzaladi. Tuzalgandan keyin o'sha yuradi. Bir где-то bir 15 kun, 20 kun boringki, mana bir oy yurgandan keyin kasallik qayta viriladi. Bu qayta virilishi nimadan? Antibiotik orqali u tuzaldi. Lekin antibiotik tufayli uni immunitet pasayganligining hisobiga kasallikka moyillik kuchayib qoladi unda. Moyillik ko'tarilib qoladi. Chunki nimaga? Immunitet pasaydi unda. Shuning uchun immunitetni tikkalash uchun Bia Supervit degan vitamin bor. Biovit 500 degan dori bor. Multivit plus mineral. Ana o'shanisiga обязательно lechinidan keyin o'sha immunitetni ko'taradigan dorisini berasiz. Ana undan keyin organizm o'zini immunitetini qayta tikkalaydi. Tikkalagandan keyinga bu narsa o'zini nima deydi? Yaxshilaydi. Kasallikka yengilmaslik bunda kuchayadi. Organizm baquvvat, immunitetlari zo'r, kasallik qayta virilmaydi. Shuning uchun обязательно vitamin berish kerak bu narsaga. Har bir kasallik bo'yicha qilinadigan antibiotikdan keyingi immunitetni ko'tarish uchun dori berish kerak. O'dan shu narsani qiladigan bo'lsangiz, bu parrandada kasallik bo'ldi. Orqasidan vitaminni berdingiz, bu kasallik qayta virilmaydi. Lekin prosta kasalligini dori orqali, antibiotik orqali tuzatib turib, bo'ldi, tuzaldi-ku deydigan bo'lsangiz, bu ma'lum vaqtdan keyin ozgina kasallikka chalinaveradi. Chunki kasallikka moyillik bor unda. Kasallikka chalinishga. Chunki nimaga moyillik bor? Immunitet pasaygan unda. O'shuning uchun immunitetni ko'tarish kerak. Har bir doridan keyinga обязательно vitamin Biovit 500 yoki Bia Supervit yoki Multivit plus mineral. Mana shu dorilardan foydalanish kerak. Butasal ham xuddi shu vitaminni singari. Butasal qilsangiz ham bo'ladi. Ana shu narsalar buni o'sha kasallikdan tuzalgandan keyinga yekini doimiy saqlab qolish uchun yaxshi effekt beradi. Bu enrofloxacin degan dori immunni bu parrandani kasal bo'lgandan keyin qilish kerak emas. Bu narsani kasal bo'lmasdan oldin ham bu narsani berib borsangiz bo'ladi. Misol bir oyda 5 kun, har bir oyda 5 kun ichirib borsangiz bo'ladi. Profilaktika qilish uchun, profilaktika maqsadida bu enrofloxacinni 1 litr suvga 1 gramdan qo'shib beriladi. Kasallikka chalinganlarga 1 litrga 2 gramdan qo'shib boriladi. Hop, aka-ukalarimiz, bu berayotgan maslahatlarimiz sizlarga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlashni esingizdan chiqarmaydi aka-ukalarimiz. Sizlar uchun qancha maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni aqlimiz yetganicha bu narsaga tavsiya qilamiz. Agar juda ko'pchilik aytadi, men necha yillik stajim bor, xolos yozman, boshqaman. Yo'q akalar, bu yerda bitta narsada xuddagi bir narsaki, hokimiyatga qorovul bo'lib borgan odam 20 yil yoki 30 yil staj hokimiyatda qorovul bo'lib ishlab turib, nimaga men hokim bo'lmadim degan singari narsada. Bu yerda men oldinga chiqargan videoyimda aytishibdi, Ilyosbek o'zicha kibrga berilib ketibdi, delovoy ketibdi. Yo'q akalar, bu yerda kibr yo bir boshqa narsa emas. Prosta bitta narsa, ko'pchiligimdan ishlash haqiqatda ham qiyin ekan. Oldin video boshidagi holatim bilan hozirgi holatimdagi farqi, bu yerda oldin kameraning oldida hayajon bosardi meni, gapim esimdan chiqib qolardi. Hozir endi kameraning oldida ko'proq muloqot qilib, men efir qilib boshqa qilganim uchun faqat bu yerda to'xtalmaslikni, gapirish, misol kameraning oldida gaplashish, suhbatlashish, so'z olib borish, aytish narsalarni ancha-muncha tilim kelishib qolganligi uchun gapimni to'xtalmayman xolos. Lekin o'sha boshida chiqqan Ilyosbek hali ham o'sha Ilyosbek. Bu yerda kibr boshqa narsa yo'q. Prosta izlandik, boshqa qildik, maslahatlarimizni berib boryapmiz. Bu yerda nima bo'lganda ham asosiysi sizlarga ziyonimiz tegmayapti. Menimcha, o'ylab ko'rishimcha, menimcha ham ziyonim tegmayapti sizlarga. Bu videolarimdan boshqasidan foydam iloji boricha foydali maslahat berishni xohlayapman. Iloji boricha sizlarga kerakli narsalarni
yetkazib beraman degan umidda bo'lyapman. Shuning uchun menimcha ziyon ko'rmayapsizlar, menimcha. Shuning uchun bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar akalar. Like bosish обязательно esingizdan chiqmasin. Biz efirimiz ochiq bo'lsa, efirda promo sizlar maslahatingizni, savolinglarni berasizlar. Savolinglarga javobini men aytib ketaman. O'zim bilganimcha, mana shu kichkina kallamda bor nimaki bo'lsa, uni oshkora qilib aytib o'taman. Bu narsani bekitadigan narsa emas. Shu nima deydi, qaysidir parrandalar, qanchadir parrandalar shu bizning maslahatimiz orqali tuzalib sizlarga yordam berayotgan bo'lsa, shu maslahatlarimiz o'sha narsa tuzaladigan bo'lsa, bizga ham shuncha yaxshi. Yorib ketdi. Shunaqa narsa akalar. O'sha uchun sizlar ehtan poddashkani ayamaylar, bekdan biz maslahatni ayamaymiz. Parrandalarimiz bo'yicha, o'zimizga qiziqqan parrandalarimiz bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, parrandalarimni shu polni maygon xo'roz hammasini sotuvga qo'yganman. Bemalol kelib ko'rib tanlab, qaysini tanlasang ham ota-ona liniyalarini aniq aytiladi. O'zingizga ma'qul kelganini tanlaysizlar, narxini kelishamiz. Hammasi kelishilgan holatda. Xudo xolasa, kelgan klientni cho'ntagiga qarab muomala qilib ishini bitiraveramiz. Joyingiz sog' bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Omon bo'linglar aka-ukalar.